Rostdan ham shu Bolgariyani vizasi bilan chiqsa bo'ladimi, bo'lmaydimi degan insonlar shunaqa savol beraverib charchab yuborgani uchun shaxsan o'zim chiqdim katta gruppa bilan, ya'ni soprovождение jarayonlarini amalga oshiryapmiz. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Sherzodbek, mana vatandoshlarimiz hammasi har qayerda. Ya'ni biz Bolgariyadan Ruminiyaga, Ruminiyadan Avstriya, Alloh nasib qilsa mana Avstriyadan Chexiyaga kirib keldik. Xudo xolasa keyingi manzilimiz Polsha bo'ladi. Ahmad aka, Bolgariyani vizasi bilan Xudoning bilan mana joylashdim. qiyin emasmikan? Yo'lda hech qanaqa bir muammolar bo'lmadimi? Joylashdim, hammasi yaxshi. Litvadan mana Varshava kontorasiga kirdik. Bolgariyadan vizasi, oson kunlik. Ham yurtdoshlar, xudo xolasa biz mana Polsha aeroportiga kirib keldik. Odamlar yuribdi, aldanib sudradi. Mana akam, shaxsan mana akamiz Vengriya aeroportidan chiqqan. Endi aka xudo xolasa ertadan Polshaga sizni ofitsialniy pulni qilib joylaymiz.